Kartaga nalicha mashinalarimizga men bergan narxga O'zbekistonda hech kim bera olmadi bunaqa narx. Kulli Malibu $27 Tracker avtomat yangi mashina bu. $17 Tracker 2 qora. Yangi svejiy mashina $20 kulli. Faqat bitta sharti bor. 1 oylik kami yoki undan ko'p muddatga. Mashinaning sostoyaniyasini qarang, juda go'zal. Chetdan kelgan fuqarolarimiz 3 oy, 2 oy, 5 oy ayniqsa damogani отпускаga chiqqanlarga ham chetda ishlaydigan ishxona chetdalar juda удобный variantlar firmalarga kimdir mashina sotsa yoki to'y qilganlar uchun ham juda удобный variant. Narxlar hamyon bor. Taksiga ketadigan narxingizga men sizga tagingizga mashina qilib beraman. Hujjatli qilib, o'zingiz minib eshigingiz tagida postoyanno turadi. Mahallaning ichida oyog'i changitganga arzimaydi. Nalichadagi mashinalarimiz yana Gelik, Mercedes, Gentra, bundan tashqari Labo mashinalarimiz ham bor. Inshaalloh aloqaga chiqaverasizlar. Realniy assortimentdagi mashinalarimiz Namangan vodiy hududida, Namangan zaksida bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.